O'lgan mushuk strategiyasi haqida bilarmidingiz? Tasavvur qiling, ishxonangizda majlis bo'lyapti. Hamma siz haqingizda gapiryapti. Bugungi qilgan xato kamchiliklaringiz, keltirib chiqargan muammolaringiz, xullas, hech kim siz haqingizda ijobiy fikr bildirmayapti. Shu payt kimdir birdan stol ustiga o'lgan mushukni otib yubordi. Kimdir darg'azab, kimdir hayron, kimdir esa jirkangan. Endi hamma e'tibor sizdan o'lgan mushukka qaratildi. Ijtimoiy muammolar chigallashgan bir paytda qaysidir deputat chiqib asabingizni buzishga harakat qilyaptimi? Demak, u o'lgan mushuk rolini o'ynab beryapti. Nima uchun o'tgan yili Olim Zapalning bundan 2 yil avvalgi videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqala boshlandi? Bundan tashqari odamlarning e'tibor markazida Lolaning lifchigi, Sherali Jo'rayevning o'g'illari bo'lishdi. Chunki o'sha paytlarda ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'layotgan elektr energiyasiga limit joriy qilinayotgan edi. E'tibor beradigan bo'lsak, atrofimiz o'lgan mushuklar bilan to'la. Biz esa o'lgan mushuklarga chalg'imasdan diqqatimizni asl muammolarga qaratganimizda edi, ularni bartaraf etgan bo'lardik. Aks holda o'lgan mushuklar bilan o'ralashib qolaveramiz. Tegib ketdimi?